Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. O'zbekiston milliy terma jamoasi Qatarda yig'in o'tkazadi. Fabio Cannavaro boshqaruvidagi O'zbekiston milliy terma jamoasi 22-yanvardan 2-fevralga qadar Qatar poytaxti Doha shahrida o'quv mashg'ulot yig'inida ishtirok etadi. Yig'inga asosan mahalliy va yosh futbolchilar jalb etiladi. Mazkur yig'in 2026-yilgi FIFA Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rish, terma jamoa tarkibi uchun munosib zaxira futbolchilarini shakllantirish hamda yosh o'yinchilarga imkoniyat berish maqsadida tashkil etiladi. Yig'in davomida murabbiylar shtabi futbolchilarning jismoniy va texnik holatini baholab boradi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Kanada terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Bu haqda OFA matbuot xizmati ma'lum qildi. FIFA 2026 Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotgan milliy terma jamoa iyun oyida mundial mezboni Kanadaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Ushbu bahs 1-iyun kuni Kanadada bo'lib o'tadi. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston Jahon chempionatida K guruhida Portugaliya, Kolumbiya va play-off g'olibi Kongo Demokratik Respublikasi, Yamayka, Yangi Kaledoniya o'rtasidagi play-off g'olibiga qarshi bahs olib boradi. Kanada esa B guruhida Qatar, Shvetsariya va UEFA A yo'li g'olibi Uels, Bosniya va Gersegovina, Italiya, Shimoliy Irlandiya jamoalari o'rtasidagi g'olib jamoa bilan ro'baro keladi.